Hattoki inson o'lim vaqti yaqinlashganda zakot va sadaqalarning savobi naqadar ulug' ekanini bilib, yana dunyoga qaytib kelib ko'p sadaqalar qilishni orzu qilish haqida Qur'oni Karimda Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Va anfiqu mimma razaqnakum min qabli أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. Yani sizlarning har biringizga o'lim kelganda, ey Robbim, meni ozgina tirik qoldirsang-chi, men sadaqa qilib solih bandalardan bo'lsam deb qolishlaridan ilgari biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan ihson qiling deb Alloh taolo marhamat qiladi. Ha, insonga ajal kelgan vaqtida inson mana shu narsani o'tkazar ekan. Ey Robbim, menga ozgina fursat bersang, men xayr, ihson, sadaqat qilib seni rozi bo'lgan bandalaring qatoridan bo'lsam edi degan narsani o'tkazar ekan mo'min inson, musulmon inson. Xayr, ihson, sadoqatning fazli mana shu darajada. Ey Robbim, men 2 rakat namoz o'qib olsam edi yoki istig'for aytib olsam, yo'q, Alloh subhanahu va taolo Robbim agar menga ozgina fursat umr berganingda edi, men ham boricha xayr, ihson, sadoqat qilib seni rozi bo'lgan bandalaring qatoridan bo'lib olgan bo'lardim degan narsani aytadi deb Alloh subhanahu va taolo oyati karimasida marhamat qilmoqda.